Uyunuzdan 9.000 koy icarasını tölüp ettim, andım mavu 2.000 koy. Ko'nglingiz yerim qilmang. Mana anımız bakken, anımızını izlep yeni keldim. Unda olsa birlikte anımızın qishiq berib baqaylik. Yaxshi, mana qanday ahvolingiz? Baş kış kelmedim anama 6. ayın 28'i uyunuzun icarası to'shdi go. 6. ayın 28 kişi men pul to'lab bergan go. Hozir yana davomini uzatıp yana pul to'lab bergil keldim. Hoş buldingizmi? Hoş buldum. İlkin balığa hoşulap gidip, bir uşak balım kögel akşallıkta. Qachonda uyning pulsini qanday qilaman deb peshingiz qatgan bo'lg'aydi. Qatlandı. Unda bo'lsa hozir ana men uyingizga sizni olib o'tgach, men hozir fangdong'il deyishib yana uyingizni ijarasini uzatib to'lab beraman. Unda bo'lsa mana aslini yig'ili. Yig'ayma. Yig'ib uyingizga berib, uyingizni ijarasini yana uzatib yetay. Men qurbaytni bir xotirjam, tinchaman bir o'tkazib, g'am qayg'u qilmay o'tkazib keling. Endi men kemmay desam, rostga qilsam yurgim unimidi. Ma yurgim bir xil nimishga unmidi. Xuddi bir elqi yaqin, ajmijan tutib. Ko'nglingiz yerim qilmang. Chiqdi. Nashiqodan taqilib. Ko'nglingiz yerim qilmang. Aqaqizim yash qurmaydi. Bol ko'nglingiz yerim qilmang. Men keldim mana. Xo'shal bo'ling. Ko'z yosh qilmang. Nomerimizni bilaman. Menda undi darba men shu oldin qatim ijara to'lgan chaqda beshon qo'shib olgan menda bor. Qopma o'yga berib ko'rishaylik. Mana yig'aylik. Shunda qilib bu onamizni mashina qilib uyiga epmangdoq. Mana uyigimi keldik. Ko'rayotganinglarmi shu onamiz turdigan intayin oddiy, sharoiti yaxshi bo'lmagan bir uy. Uyning sharoitini, tafsilotini oldin qatimliq videoda chiqargan. Bu qatim tafsili chiqarmaymiz. Shuning bilan bu onamizning dardini men bilaman, tushunaman. Chunki bu onamiz paypoq setib o'ltaga yedim men. Necha kun bir o'timan, har bir qatim o'ssam, shu onamizni ko'rsamlam, shu yerda to'xtab, oz to'li yordam qilib, mo'ngdishib, sirdishib o'timan. Shunga shu qurbayt yiqilishib qoldi. Yurtqa menishning oldida shu onamizning dardini bir tugitay deb ataydan keldim. Xuddi shu onamizga yordam qilmay o'tib ketsam, yurtqa ketsam, yurkimni pichoq sanjigandek og'riydigandek, yurkimni qurt tatlaydigandek bir xil bearamchilik bo'lib, shunga ataydan onamizni yo'qlab keldim. Uyning ijarasi 6 oylik ijarasi 9.000 koyni to'lab, ondan 2.000 koy naq pulni qo'liga tutqizdim. Maqsad bir xotirjam o'ltasin, shu heyitni xotirjam o'tkazsin. G'am qimsin, g'am andishlar tugsin deb ataydan izlab keldim. Bu uydimi hamda 6. ayning 28-kundan 12. ayning 28-kunigacha xotirjam o'ltirdi. Tinch omon bo'lsam, vaqt kelgan chaqda yana men pul to'lab ijarasini davomli uzatib berman. Bu onamiz o'zi 86 yoshga kirgan, hamda yoshinib qoldi. Bu uydan boshqa yana sharoiti yaxshi nurg'un uylar bor ekan. Boshqa uyni teppiray sharoit yaxshi uyda o'ltiring desam, ammo uy birinchi qavatida qo'laydi deb berib kelish chiqish qolay ekan, shu uyda o'ltiray deganlik uchun ijarasini uzatib to'lab berdim. Balkim ba'zilar bu videoni ko'rib ta'sirlanishi mumkin. Ya'ni ba'zilar do'ying chiqib vanxong bo'lish uchun, finsi to'plash uchun shunda qiladi deb o'ylashinglar yoki qarashinglar mumkin. Qanday o'ylasanglar o'zinglarning ixtiyoriy qarindoshlar. Mening vanxong bo'g'im kammismi? Men ataydan xili to'nilib qolgan odam deb o'ylayman o'zimni. Necha 10.000 koyni sarf qilib do'yinda o'zimizni to'ntishning hojati yo'q. Men faqat mushu yurki tosh bo'lib ketayotgan, mehr muhabbat suslab ketayotgan, ota-onadan, qarindoshdan, urug' tuqqandan, hatto mana mushundaq g'erib, yetim, yesir, miskin onalarimizdan yiroqlab ketayotgan mehr muhabbatsiz kishilar uchun ozroq bo'lsa-mu mehr muhabbatni his qildirish uchun
men davomliq mushundaq videoni tortaman. Bu onimizga yordam qilmay ketay desam, yurkim unmidi. Xuddi bir yerlarim bir qandoq bo'lib qoldigandek. Shundaq beoramchilik bor, shunga men atoyitdan izlab kelib yordam qildim. Shunga boshqalarga yordam qilishning xo'shalligini, boshqalarga yordam qilgandan keyinki yuragimizdagi xo'shallikni nurg'un kishilar his qilolmaydi. Bu ajoyib bir xil tatli xo'shallik, ajoyib bir xil tatliq